Vaqt kelsa 15 ming, 20 mingga ham mingansiz. Bizning kanalimizdan 4700 dollarga minib olishingiz mumkin. Kraskasi toza, 160 ming yurgan Legenda Bobo chiroyli holatda. Salon holatiga bitta nazar solamiz. Nexikka obshipka. Xo'p, Sideniya Nexikka, rullar Lasetti, Pioneer kolonkalarda, subwooferlarda originali qo'yilgan. Mana Pioneer ham original, video registrator. Xo'p, antiradar, salon holati, Evacor kovri, yaxshi pultlardan qo'yilgan, 4 eshiklari shumka, 4 yumshoq baloni. Mashina ideal bo'lib turibdi, qarang, o'zingiz ko'zingiz quvonadi. 2006-yil 160-65 mingmi shunaqa atrofida yurgan Son Scrambler Lux base konditsioner bugun bizda sotuvda. Narxiga kelsa 4700 dollar bo'ladigan narxini qo'yib qo'yapman. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqib, yana telefon qilib qo'shimcha ma'lumotlar olaverasizlar. Mashina o'zimda turibdi. Ishxonamizda Marg'ilon Humoda lokatsiyamiz 95lik 970 0023 telefon nomerim. Bog'lanaveringlar, kraskasi toza. Legenda Bobo bugun bizda sotuvda. Mashina shu yerda bo'ladi. Kelib, ko'rib, minib bemalol ustalaringiz bilan ko'rsatib olaverasiz. Kraskasi toza holat.